Barchaga assalomu alaykum. Agrotexnika bozori kanalining hurmatli obunachilari, bugun sizlarga press-podborshik narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Hozir 2025-yil iyun oyi. Hozir YouTube kanalimda siz mana shu video ostiga bir dona like bosib qo'ysangiz, kanalimiz rivoji uchun katta hissa qo'shgan hisoblanasiz. Mana shu press apparatlarimizni hozir sizlarga taqdim etamiz. Qani ketdik. Hozir birinchi bo'lib Class Markant 55 narxlari bilan tanishtirib o'tamiz va holatlarini ko'rsatamiz. Mana ichki holatlari juda ham ideal darajada. Yevropadan kelgan, O'zbekistonda ishlamagan, holati zo'r. Ko'rib turganingizdek, ichlarini ham ko'rsataman, ushbu apparatlarni. Ichida karlanchasi bor. Holatlari juda ham ideal darajada. Bu tomonni ham ko'rsatamiz. To'liq obzorini qilamiz sizlarga. Ichlari ham sveji. Yaqinda keldi. Hozir 2025-yil iyun oyi. Xohlasa mana shu apparatimiz sotiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $13,000 kelishtirib beriladi. Navbatdagi 55 markamiz. Bu ham Class Markant 55 marka. Ko'rib turganingizdek, Yevropada ishlagan, O'zbekistonda ishlamagan. Holati zo'r. Buni ham narx-navosi $15,000 kelishtirib beriladi. Ichki apparaturalarini ko'rsatamiz. Bu ham Yevropada ishlagan, O'zbekistonda ishlamagan. Yaqinda keldi. Ichki holatlari. Holatini ko'rsatamiz. Ichki holati juda ham ideal darajada. Sotib olsanglar kelishtirib beramiz. Manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'lda joylashgan. Yana bir Class Markant 55 markamizni ko'rsatamiz. Bu ham yaqinda keldi. Mana holati zo'r. Yevropada ishlagan, O'zbekistonda ishlamagan. Buni ham ichki holatini ko'rsatamiz. Holati ham zo'r, radnoy. Endi ustlariga ozgina kraska sepilmagan bo'lsa, Yevropada, O'zbekistonda qilinmagan. Holatini ko'rib turganingizdek, narxiga keladigan bo'lsak, narxini chiroyli qilib beramiz, $11,000 qilib beramiz. Ko'rganingizdek, ichki holatlari zakonli. Ustiga ozgina kraska sepilgan bo'lsa ham, ichki holatlari yaxshi. O'zbekistonda ishlamagan, yaqinda keldi, Yevropada ishlatilgan. Ana bu apparatimiz ham sotiladi. Hozir sizlarga Class Markant 65 markani ko'rsatamiz, yaqinda keldi. Vashi tiniq, sveji. Ko'rib turganingizdek, Class Markant 65 markamiz. Ichki holatini ko'rsatamiz. Вообще свежий аппарат. Родной. Ichki holati. Wow. Bu press otib beradi. Telechkaga ulasanglar, pressi otib beradi bu yoqda. Turadigan joylari, mana ipi Yevropadan kelgan ip. Bu ipni molchayna borsa hazm qilib yuboradi, ya'ni qirqiladi. Mana yonida balonlari bor. Mana bunga moy quyiladi. Moy quyilib, shlankalari bor. Shlankalarni traktorga ulanadi. Mana shu uskunasi telechkaga otib beradi. Buni narxi 20,000 so'rovotda kelishtirib beriladi. Keyingi apparatimiz Class Markant 60 markamiz. Yevropadan kelgan, O'zbekistonda ishlamagan. Buni ham ichida ko'rsatamiz. Narx-navosiga kelsak, bu 10,000 so'rovotda kelishtirib beramiz. 9,000 dan qilib beramiz. 260imiz bor. Ichki holatimiz zakonli.
gardalli. 10 ming so'rayapti, 9 mingdan qilib beramiz yana. Mana klass markani 60 markamiz. Buni ham ichki holatini ko'rsatamiz. Bu klass markani 60 markamiz, 65 bilan bir xil ishlaydi. Ya'ni mana bu joyi sepilmasda kardalli hozir sizlarga ko'rsataman. Mana bu joyi 55 ga sepli bo'lsa, klass markani 60 bilan 65 ga kardalli bo'ladi. Japkasi klass markani 65 bilan teng bo'ladi. Buni ham narxi 10 ming 9 mingdan qilib beramiz. Ya'ni keyingi apparatimiz klass markani 65 marka hisoblanadi. Yana bitta 55 bor, uni ham ko'rsataman bundan keyin. Mana bu apparatimiz ham g'arabnoy apparat. Yevropadan kelgan, O'zbekistonda ishlamagan, holati zo'r, zakonli. Holatlari zo'r, zakonli. Uch silindrlari bor. ikkita kardalli, yonida balon bor. Endi klass markani 65 da ko'pincha mana bu balonlari bo'ladi. 55 narxida bo'lmaydi. Buni narxi 17 ming so'ralyapti. 16 mingdan qilib beramiz. Hozir sizlarga klass markani 55 markani ko'rsataman. Mana shu pluglarimiz ham sotiladi. Yevropadan kelgan, O'zbekistonda ishlamagan. Mana yangi partiya kelgan. Bu ham sotiladi, aloqaga chiqsanglar narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mana bu apparatimiz klass markani 55 marka. Bu ham sotiladi. Narxlarini ham deb o'tamiz. Bu ham yangi partiya. Klass markani 55 lardan 4 ta bor. Bemalol keseli bo'ladi. Klass markani 65 lardan 2 ta bor, 60 dan 2 ta bor. Holatlari. Kardallari faqat bittali, lekin zakonli. Turadigan joylarini ko'rsatamiz. Suvli holatda kesilib kelishtirib beriladi. Klass markant 55 marka. Mana bu pluglar ham sotiladi. Kesilib kelishtirib beramiz. Xo'sh, do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, mana shu video ostiga bir dona like bosib qo'ysangiz, ya'ni qo'lcha turibdi, ana shuni bosib qo'ysangiz, kanalimiz rivoji uchun katta hissa qo'shgan hisoblanasiz. Xo'sh, do'stlar, videoni oxirigacha ko'rganlarga va like bosganlarga hammaga rahmat.